Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. O'tgan safargi video chiqarganimga ko'pchilik yozgan ekan. Menga ham yozishdi. Qanday yasasak bo'ladi yoki qanday qilamiz deb. Do'stlar, bu bot sotiladi. Ya'ni xohlasangiz tarifli turlari ham bor. 10 ming so'mdan boshlanadi. Endi aytishlaringiz mumkin, nega 10 ming so'mdan sifatsiz bo'lsa kerak, tez buziladigan bo'lsa kerak yoki funksiyalari yo'q bo'lsa kerak deb aytishlaringiz mumkin. Meni javobim yo'q, unday emas. Bot professional darajada, ya'ni yaxshi yozilgan va tiniq tekst ishlab beradi, xatolarsiz. Buni hozir realni ko'rsatib beraman. Hozir bir mijozimiz ushbu botni mendan oldi. Endi buni ishlash tezligini ko'rsatib beraman. Startga bosganda mana menyular ochiladi. Yana bitta yangilik, bugundan reklama funksiyasi tayyor bo'ldi. Buni ham o'sha tarif ichida yozib o'tilgan. Ya'ni eng boshlang'ich tarifda qancha limit bo'ladi, boshqalari bo'ladi. O'zi 10 mingdan qilishni asosiy sababi ko'pchilik endi kinobot yuritishni xohlaydi, orzu qilishadi. Ko'pchilik o'sha YouTube'ga kirib yozib ko'radi. Tayyor botlar sotiladi. Uni dasturchiga yozgan payti yoki firmaning o'ziga ular adashmasam $25 dan $250 gacha bo'lgan narxni aytishadi. Bu har qanday odamni ham, menimcha boylarni ham qo'rqitib yuboradigan holat. Sababi birinchi marta boshlayapti bu ishni, oldin qilmagan. Agar eplay olmasam shuncha pulga kuyaman degan xavotir bo'ladi hammada. O'sha xavotirlarni yengish va biznesda ilk qadamni tashlash uchun arzon qilingan. Arzon qilinganligiga yana bitta sabab bularning limitida. Masalan, 10 ming so'mda 30 ta kino joylasa bo'ladi hozircha. Vaqt o'tgan sayin buni ham oshirish niyatimiz bor. Tarifga qarab har xil. Xo'p, agar bu biznesni eplab ketsangiz, ko'tarilib ketsa, bemalol tariflarni o'zgartirish yoki mukammal yoki limitsiz qilib berish xizmati ham mavjud. Uning muammoli joyi yo'q. Ko'rib turganingizdek, mana botni ishlash jarayoni, statistika bosganda ham mana foydalanuvchilar, kanallar va kinolarni to'liq ko'rsatib turadi. Reklamaga keladigan bo'lsak, reklamada rasm, video, ovozli xabar, dumaloq video va tekst matnni o'zini yuborish mumkin. Hammaga ketadi, muammosiz ishlab turadi. Hozir endi boshqa birovni bot bo'lgani uchun yubora olmayman. To'g'ri tushunasizlar. Aytgancha, men o'zim bu yoqda baribir global adminlikda bo'laman, sababi botdagi xatoliklarni yoki kamchiliklarni ko'rib, eshitib turishim uchun. Qolaversa, adminlarni tayinlash uchun ham bitta botga bir nechta adminlar qo'ysa bo'ladi. Bemalol qo'yib beraman, muammosiz. Ya'ni bu degani xuddi Telegram kanallardagidek botda ham bir nechta adminlar boshqarsa bo'ladi, kino joylab, o'chirib, kanallar qo'shib yoki obunachilarni ko'rib, muammosiz. Kimga shu takliflarimiz qiziq bo'lsa, bemalol Telegramga murojaat qilishlaringiz mumkin. Telegram kanalini izohlarda yozib qoldiraman. Charchamanglar, sog' salomat bo'linglar.